Ishlab yashashdan charchadingizmi? Faqat yashab qolish uchun tinmay ishlayapsizmi? 9 dan 5 gacha ishlashdan qutulishni orzu qilasizmi? Uxlab yotganingizda ham pul ishlashni, biznesingiz margarita ichayotgan paytingizda ham ishlashni xohlaysizmi? Xo'sh, bu fantaziya emas. Tim Ferriss 4 soatli ish haftaligi. Bu kitob millionlab insonlarga erkin hayot dizaynini yaratishga yordam berdi. Bugun esa sizga shu yo'l xaritasini taqdim qilamiz. Endi vaqtingizni pulga almashtirishni to'xtating va hayotni o'zingiz xohlagan tarzda yashashni boshlang. Tayyormisiz? Keling, boshlaymiz. Lekin barchasini tushuntirishdan avval bu inqilob ortidagi odam bilan tanishaylik. Tim Ferriss boy oilada tug'ilmagan. U ham oddiy odamlar qatori haftasiga 80 soatlab ishlagan. Charchoqdan ezilgan, stressda qolgan. Ammo u bu hayotga bo'ysunmagan. U daromadni avtomatlashtirishni, ishlardan voz kechish va sarguzashtli hayot qurishni o'rganib chiqdi. Hozirda u investor, bestseller, muallif va mashhur podkast egasi. Ammo eng katta yutug'i shundaki, u sistemadan chiqib ketdi. Va siz ham chiqishingiz mumkin. Birinchi qadam, belgilab oling. Erkinlik siz uchun nimani anglatadi? Ko'pchilik hayot bo'yi narvonda chiqib yuradi, lekin oxirida bilsa kerakki narvon noto'g'ri devorga suyangan. Tim Ferriss aytadi: qochishdan oldin erkinligingiz nimada ekanligini aniqlang. Sayohat qilishni xohlaysizmi? Faqat o'z ishtiyoqingizdagi loyihalarda ishlashni, oilaga ko'proq vaqt ajratishni. Eng katta yolg'on shuki, bular uchun $1 million kerak deb o'ylaymiz. Bu noto'g'ri. Sizga million emas, tizim kerak. Pul jamg'armasi emas, rejali hayot dizayni. O'z hayotingiz qanday ko'rinishini xohlasangiz, shu narsalarni yozib chiqing. Bu sizning yangi maqsadlaringiz. Ikkinchi qadam. 80% foydasiz ishlarni to'xtating. Yangi yangilik. Natijalaringizning 80% faqat 20% harakatlaringizdan keladi. Ferriss buni 80 ga 20 qoidasi deb ataydi. Ko'p ishlar shunchaki vaqtni yo'qotadi. Bekor uchrashuvlar, keraksiz emaillar, faqat eng muhim ishlargagina e'tibor qarating. Masalan, Mark Zuckerberg qaror qabul qilishdan charchog'ini kamaytirish uchun har kuni u hedzi kiygan. Kam vaqt yo'qotasiz. Hayotingiz ustidan shunchaki ko'proq nazoratga ega bo'lasiz. Keraksiz ishlarni shafqatsizlarcha o'chirib tashlang. Uchinchi qadam, avtomatlashtiring. Uxlayotganingizda ham pul ishlasin. Hamma sehrli narsa shu yerda boshlanadi. Avtomatizatsiya. Ferriss o'rgatadi. Ko'proq ishlash emas, biznesingizni siz uchun ishlayotgan qilish kerak. Jeff Bezosni eslang. Amazon kun-tun ishlaydi. Jeff Bezos ishlaydimi, yo'qmi farqi yo'q. Siz ham shunday qilishingiz mumkin. Uchun drop shopping do'kon oching. Uni xizmatini ishga tushiring. Elektron kitob yozing. U doim sotiladi. Network marketing yordamida mijozlarga xizmat ko'rsating. Maqsad kuch sarflamay ham daromad kelishini ta'minlash. Boylar ko'p ishlamaydi. Ular aqllarini ishlatishadi. 4-qadam. Ishni boshqalarga yuklang. Agar hamma narsani o'zingiz qilayotgan bo'lsangiz, demak noto'g'ri ishlayapsiz. Ferriss bir xil takroriy ishlarni boshqalarga topshirgan. O'zi esa biznesni kengaytirishga e'tibor qaratgan. Katta jamoa kerak emas, faqat to'g'ri odamlar kerak. Vazifalarni topshiring va o'zingizni ish g'alvasidan ozod qiling. Kamroq ish qiling, ko'proq yutuqqa erishing. 5-qadam, ozodlik. Istagan joyingizda ishlang, erkin yashang. Agar sizning daromadingiz avtomatlashtirilgan va vazifalar topshirilgan bo'lsa, siz erkinsiz. Ferriss bu hayotni yangi boylar deb ataydi. Ya'ni vaqtni puldan ustun qo'yadigan odamlar. Tasavvur qiling. Dunyo bo'ylab sayohat qilasiz. Biznesingiz o'sishda davom etadi. Xohlagan joyingizga ko'chib ketasiz. Tanlov sizda. Faqat xohlaganingizgina ishlaysiz, majburlikda emas. Bu nafaqaga chiqish emas, bu hayot dizayni. Sizga milliarder bo'lish shart emas, sizga faqat strategik fikrlash kerak. 4 soatlik ish haftaligi. Qisqacha xulosa. O'zingiz uchun erkinlik nima ekanini aniqlang. Vaqtingizni yo'qotadigan hamma narsani yo'q qiling. Daromad manbalarini avtomatlashtiring. Ishni boshqalarga topshiring. Istagan joydan ishlang va vaqtni boshqaring. Bu orzu emas, bu tizim. Va esda tuting. Qanchalik erta boshlasangiz, shunchalik erta qutulasiz. Xo'sh, sizni nima to'xtatyapti? 9 dan 5 gacha ishlashmi? Yoki o'zingizni cheklangan fikrlaringizmi? Agar bu video sizga motivatsiya bergan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga ulashing. 4 soatlik ish haftaligi. Bu ertak emas.